Instagramda bitta perchatkasi bilan tanilib ketgan akamiz oldiga keldik. Farg'onamizga mehmon qilib olib keldi. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Inom akamiz. Aka, endi bizga bor dardingizni, ichingizdagini qanday boshlangan bu tema aka? Biz obunachilarga juda ham qiziq aka. Haqiqatan issiq akam bor-ku. Sovuq edi havo. O'ylanib qo'shiq ayta tursam bitta aka keldi, Obidjon aka degan. Obidjon dedi. Donjon taqasimi dedi. Keyin, "Ha, bo'ldi bering" dedim bunday oldinda. Buni reklama qilish kerak deb qo'yardik-da. Instagramda algoritmni buzib yubordingiz aka. Bitta perchatka olib. Erkak kishining omadini o'ynashmagan gap, mana bitta isbot mana. Aka, o'zi kasbingiz nima aka? Qo'shiq aytaman, ammo ko'pchilik ovozimni eshitsa, ko'pchilik ot solib qo'y deydi. Yo'q. Sir bo'lmasa aka, necha puldan chiqasiz to'ylarga? Hozir o'zimcha 200 ga ko'taraman. Stavkani ko'tarar ekansiz-da endi. Ha, endi ko'taraman. Bitta savol endi. Yoningizda turgan sizni singlingizmi yo qizingizmi? Kim u? Shogird qizimiz. Ha, men to'g'risi Farg'onadan bas o'ylovdim aka men sizni. Farg'onani Bog'dotidan ekan akamiz. Orqangizda binoni bilasiz aka, Farg'ona shahrida eng mashhur san'atkorlarning konsert beradigan joyi. Mana shu ham konsert berish niyatingiz bormi? Niyatim bor. Ular qabul qilishamikan? Yo'q, aka, o'zingiz katta baho bering. Avvalo, inshaalloh, beraman deya aka. Beraman. Kichkina padarkacha ham tilla parfum beryapsiz, marg'ilonda aka. Qarang. Arzimas bo'lsa ham sovg'a aka. Mana o'zi Instagramda ko'rganmisiz? Sizni ko'p ko'rganman, lekin siz yoningizga yaqinlasha olmassiz. Endi Alloh nasib qildi, Alloh yo'qtirmani. Biz charchamay, biz obunachilar nima deysiz aka? Obunachilarga alo desangiz bekarga borib xizmat qilishimizda. Iloyim aka. Shu perchatka bilan. Ha, borib xizmat qilib